Statistika ma'lumotlariga qaraganda oxirgi 80 yil ichida har 3000 kishidan bir kishini chaqmoq urar ekan. Ularning ko'pchiligi og'ir jarohat olsa, ba'zilari chaqmoq urishidan olamdan o'tar ekan. Bugun chaqmoq urishi bilan bog'liq bir nechta qiziqarli va ayanchli voqealarni e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat, tomosha qiling. 13-raqamni ko'pchilik omadsiz raqam deb hisoblaydi. Buni qarangki, bu ayni haqiqatga yaqinga o'xshaydi. Negaki 2010-yilda Britaniyada aviashou ko'rgazmasi bo'layotgan paytda 170 ming inson ichida 13 yoshli bolakayni chaqmoq uradi. Eng qizig'i esa bu voqea oyning 13-sanasida soat 13:13 da sodir bo'lgan. Albatta bu shunchaki tasodif ham bo'lishi mumkin. Lekin barcha raqamlar 13 bilan bog'liqligi odamni hayratlantirmasdan qolmaydi. Bolakayning ahvoliga keladigan bo'lsak, uni tezda shifoxonaga yetkazishgan va doktorlar tez yordam ko'rsatib, uni hayotini saqlab qolishgan. Chaqmoq urishi oqibatida Ginneslar rekord kitobiga kirgan insonni hech eshitganmisiz? 1942 va 1977 yil oralig'ida Royo Sulvinani 7 bora chaqmoq uradi va u har doim chaqmoq urishidan so'ng shifoxonaga og'ir ahvolda yetkaziladi. Buni qarangki, chaqmoq kuchi qanchalik kuchli bo'lmasin, har gal Royo Sulvinani o'ldirishga kuchi yetmaydi. Royo har gal tirik qoladi. Oxir oqibatda uni juda ko'p bora chaqmoq urib tirik qolganligi tufayli dunyodagi eng ko'p chaqmoq urgan inson deya Ginneslar rekord kitobiga kirgizishadi. Ming afsuski, Royo Sulvina 71 yoshda sevgi mojarosi tufayli o'zini otib o'ldiradi. Kongo davlatida Benatshade komandasiga qarshi Basang jamoasi to'p surayotgan bir paytda o'yin o'rtalariga borib maydonni kuchli chaqmoq uradi. Buni qarangki, chaqmoq urishi oqibatida bitta komandadagi barcha futbolchilar bir vaqtning o'zida olamdan o'tishadi. Ikkinchi komanda futbolchilarining esa hatto bir tola soch tuki ham to'kilmaydi. Bu nima, sehrgarlikmi yoki shunchaki tasodif bo'lganmi? Kanada plyajlarining birida suv ostiga sho'ng'igan ismi noma'lum g'avvosni kislorod to'la balonini to'satdan chaqmoq uradi. Oqibatda g'avvos hushini yo'qotadi. Qutqaruvchilar kelib uni suv ostidan chiqarib olganda u jonsiz holatda edi. Afsuski, u allaqachon olamdan o'tib bo'lgan ekan. Uni qutqarib qolishni ilojisi bo'lmagan. 2 yosh sevishganlar uylariga qaytayotgan paytda ko'chada kuchli yomg'ir boshlanadi va ular yomg'irdan qochib katta daraxt panasiga berkinishadi. Buni qarangki, kuchli chaqmoq urishi oqibatida Mason Blinkingni 3000 voltlik chaqmoq uradi. Oqibatda yigit shu zahoti olamdan o'tadi. Qizni esa, ya'ni Sophie Frostni qo'lida iPad'i bo'ladi. Chaqmoq iPadni urib, so'ngra kuchini yo'qotadi. Doktorlarning aytishicha, voqea ayni mana shunday sodir bo'lgan ekan.